alaykum hurmatli traderlar. Xo'p, bugun sizlarga strategiya emas, ya'ni botni ishlatish haqida tushuntirib beraman. Xo'p, yaqinda obnovleniya bo'ldi bot. Xo'p, unda boshladik. 1000 dollar bo'lsa, misol uchun sizda balansingizda siz 500 dollar, 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa, yo 50 dollardan agar sizda 500 dollar bo'lsa, agar 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa 100 dollardan savdoga kirishingiz mumkin. Misol uchun menda 1000 dollar 100 dollardan savdoga kirdim. Xo'p. Bosamiz. Vibrat aktiv, outcat. Xo'p. 3 sekundlik avtosignalni bosishdan oldin bu yoqda ham to'g'rilab olamiz. Misol uchun outcat. Bizga outcat. Xo'p. Xo'p, out chifini tanlaymiz boshqatdan. Out chifi 3 sekundlikdan yaparayım. Avtosignal. Avtosignal boshdan oldin bu yoqda kuzatib olamiz. Out chifida turibdi. 3 sekund 200 dollar bilan. Xo'p, boshladik unda. Ketdik. Xo'p, yuqoriga minus 100 dollar bilan savdoga kiramiz. Qo'rqishni hojati yo'q. Bot albatta har doim signalda 100% bera olmaydi, lekin 80%, 70% beradi signalni. Ya'ni bu degani 10 ta signaldan 7-8 ta signal to'g'ri chiqadi. Ya'ni 2 ta 3 tasi noto'g'ri chiqishi mumkin. Xo'p, ikkinchi signal yuqoriga. Tak. Plus dalshi yana 100 dollardan savdoga kiramiz. Qancha risk, ya'ni bitta risk qilish to'g'ri, savdo bo'yicha risk qilish noto'g'ri-yu, lekin siz bot bilan ishlasangiz, qancha risk qilsangiz shuncha natija ko'proq bo'ladi. Xo'p, kuzatamiz, hozir ko'ramiz qanchalik bot to'g'ri natijalarni olib kelayotgan ekan bizga. Xo'p, ya'ni plus bu ham plus. Yaxshi, yomon emas. Ko'rib turganingizdek, hozircha 2 ta signal, ya'ni 3 ta signaldan 2 tasi noto'g'ri bo'ldi. Xo'p, 4-chi signalni ham ishlatamiz, vaqt cho'zilib ketmasligi uchun videoni to'xtatamiz. Xo'p, 4-chi signal. 4-chi signalimiz mana kay. Stopni bosib qo'yamiz pastga. Ya'ni sal kechikdik sal. Lekin shunday bo'lsa ham ishlab berdi. Xo'p, normalni, xo'p, ko'rib turganingizdek 4 ta signaldan 3 tasi plusda yopildi. Botimiz cho'tga ishlab beryapti. Kim xohlasa bemalol kirib foydalanishlari mumkin. Bot Telegram kanalimizda shartlari shu juda ham oddiy. Biz referalimiz orqali registratsiyadan o'tib botga ulanib olishingiz mumkin. Gazini bosish kerak. Bot kim xohlasa kirsin, yozsin, adminga yozsa bo'ladi. Menga bot kerak desa, o'zi admin tushuntiradi batafsil nima qilish kerakligini. Xo'p, hammaga sog'lik do'stlar, gazini bosingizlar. Bugunga mana misol uchun 268 dollar. Xo'p, yana xohlagan vaqtim kirib bossam bo'ladi. Xudo xolasa normal natija bo'ladi. Menda hisobimda realniga to'g'ri yetarlicha balans bor. Ko'rib tursangiz 81 ming dollar, ya'ni hozir chiqarganman 100 ming dollar pulim bor edi. Ya'ni 100 ming dollarga yetkazgandik. Pulni chiqardim. Qolgan 81 ming qoldi hozircha. Kecha ham pul chiqargandim. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringizdek yaxshi natija. Bot normal ishlab beryapti. Kim xohlasa bemalol kirib yozishlari mumkin.